Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Əmanlarının məş vaxtı xeyirlik olsun. Bugün sizlərlə ortaqlaşmaq olan temam Hong Kong meselesi. Həmmimizdən bilgəndək bundan bir neçə gün burun Xitay Hong Kong doğrusunda bir xəvfsizlik qanunu çıxardı. Bunun bilan neçə aydan buyon bu virus səbəbindən Hong Kongda toxtab qalğan namayişlər qaytadan avcılışqa başladı ve Hong Kong'un vaziyeti biraz ciddiyleşki başladı. Bütün halkara matbuatlarda Hong Kong to'g'riliq xabarlarni ko'ryapmiz. Hem de bu Hong Kong'daki bu vaziyetninki görünüş qandaq Hong Kong Xitay üçün qandaq bir muhim ve bu Xitay bu qanunu nima üçün bugün kunda chiqardi ve bu chiqargandan keyin bunun qandaq bir o'zgarishlarni olib kelish mumkin. Bunun keyingi taraqqiyotlar degan temada o'z ko'z qarashimni sizlarga o'rtoqlashmoqchiman. Hong Kong Xitoyniki ikki dona alayli rayonniki birisi bo'lib 1984'te Angliya bilan bir kelishim, o'rtaq bir kelishim hosil qilish orqali 1997-yil kelgan chog'da Hong Kongning iglik huquqini Xitoyga qaytarib berishni qaror qilgan edi va qaror qilgandi. Ammo buning belgilik bir shartlari bor edi. Ya'ni Hong Kongningki demokratik tüzümünü saqlab qilish, siyosiy tüzümünü saqlab qilish, andan keyin qonun loyihalash, qonun doiralarini buni saqlab qilish, andan keyin Hong Kongdagi iqtisodiy sistemasini saqlab qilish deb. Çünkü Hong Kong xalqaro tijorat nimasida nihoyat muhim bo'lgan bir o'rinniki birisi edi. Shuning bilan 1997-yil kelgan chog'da Hong Kong mushu va'dalar bo'yicha Xitoyga qaytarib berildi va Xitoyniki bu holatda bir devlet ikki siyasi tüzüm deyilgan bir siyasi doktrini bilen bu Hong Kong'u qaytarıp aldı ve ta ki elip badi ve bu alette elip badi. Ama aralıkta Xitay nurgun qitim özünki hukukunu, siyasi təsirini asta sandırışke ve Hong Kong'un siyasi tüzümünü özgertişke nait astaletте bir hareket kılıp badi. 2014-yilga borgan chog'da Hong Kongniki buningga qarshilik bildirish uchun Hong Kongdagi bu kunlik harakati Hong Kongdagi yosh demokratik faoliyatchilar tarafidan elib berildi. Bu yerdan bir necha uzungacha namoyishlar elib berildi. Hamda 2019-yilga borgan chog'da Xitoy Hong Kongdagi jinoyatlarniki Xitoyga qaytarilib so'roq qilish va jazo berish degandek bu narsani chiqargandan keyin Hong Kong xalqi xatarninki nihoyatda cho'ng bo'layotganligi, bu Xitoyniki Hong Kong xalqininki kishilik huquqi, bu yerdagi har xil matbuot erkinligi, Hong Kong xalqininki erkinlik bo'lgan erkinlik huquqlari bu narsaga bo'lgan bostirishninki kuchayotganligi bir javob ham sunmaydigan bir nuqtaga kelganligi, andan keyin mavjud sistemaninki bunun o'zgarishga boshlayotganligi Xitoyning niyatini buzib bunda holatga bir harakat olib berayotganligi, andan keyin bu buzilgan siyosiy tuzumda iqtisodiy jihatga kishilarniki iqtisodiy jihatga manfaatlariga daxl tarz bo'lganligi sababdan kishilar umumyuzlik Hong Kong xalqi ko'chalarga to'kilib Xitoyniki bu qaytarib berish nimasi qarta 5 talabni o'ttirib qo'yib 5 talabni o'ttirib qo'yib nechaylab namoyishlarni olib bordi. Gerçi arlıqda Xitoy buni tuzashga tirishgan bo'lsa-mu, bu sohada bir muvaffaqiyatli bir natijaga erishilmadi. Hatta Xitoy ba'zi nimalarda ba'zi askarlarni yaqin atrofdagi o'lka rayonlariga, Hong Kongga yaqin atrofdagi o'lka rayonlariga yetkazish orqali tasodifiy bir ahvol chiqqanda buni qattiq bostirishni nima qildi. Ammo bu Xitoy buni damonliqqa buningga qo'l sololmadi askariy bir harakat orqali, chunki Hong Kongdagi Xitoyningki bir iqtisodiy manfaat uchun nihoyatda muhim bir roli bor. Chunki abay deganimizdek Hong Kong xalqaradagi bir iqtisodiy bir o'tishma bir bozor edi. Dunyoda kunda Hong Kongning nurg'unlagan kemalar tijorat nimalari kunligi nurg'unlagan sonda o'tib turdi. Andan keyin Xitoyga mablag' solmoqchi bo'lgan chet el shirkatlarimi Xitoyningki qonun sistemasiga, iqtisodiy sistemasiga mablag' silish
jarayonlarga toza bir ishonchisi bo'lmaganlikdan oldi bilan ko'pincha shirkatlar Hong Kongga kelib o'zining qonuniy asosini bu yerda shirkatlarni echish, bu yerda iqtisodiy kirish nuqtasi qilish orqali andan keyin ikkinchi qadamda Xitoyga kirish, Xitoyning iqtisodiy bozoriga kirishdek mushna bir sistemani olib berig'li. Bu sababdan Hong Kongniki jamiyatniki tinchamanligi, Hong Kongniki jamiyatniki muqimligi bu Xitoyniki iqtisodiy oliy manfaat uchun nihoyat muhim o'rinda turdi. Shu Hong Kongdagi chiqayotgan qalayimqanchilik xonimi agar Xitoyda qattiq qo'l bostirilsa, bu Xitoy uchunmi yaxshi emas deb qaraymiz. Endi bu qonunlar chiqqandan keyin, bu narsa mangandan keyin, qonunlar chiqqandan keyin Xitoy bir necha namoyishlar davomlashgandan keyin virus sababli bu namoyishlar biroz pasaydi. Xitoymi 4 dan ortiq odam yig'ilsa bo'lmaydi degan bir qonunni chiqarish orqali Hong Kongdagi namoyishlarning yig'ilishining oldini oldi belgilik darajada. Ammo bir necha kun burungi Xitoyniki ikki cho'ng kongress yig'inida, xalq qurultiyi yig'inida bu xavfsizlik qonunini chiqarish orqali bir necha moddalarni o'tirib qo'ydi va Hong Kongdagi bo'lmoqchi bo'lgan ba'zi harakatlarning oldini cheklash va bularni bir harakat qilgan ahvol ostida bularni bostirishninki qonunliq asosini yaratishga tirishdi. Masalan, bo'lginchilik, davlatning ishidan bo'lginchilik harakati qilishga tirishgan deb. Masalan, Hong Kongdagi nimalarni bir turkum faoliyatchilarni, namoyishchilarni bular terrorist harakatlar bilan shug'ullanyotdi degandek tuhmatlarni chaplashga, qarlarni chaplashga uringan edi. Bu bir moddasi. Andan keyin davlatningki autoritet nimasiga qarshi chiqish va davlatni parchalash, davlatning siyosiy sistemasiga bunga to'sqinlik qilishdek mushu moddalarmi bor. Bu nuqtalardan aytgan ahvol ostida Xitoy hozir o'zininki Hong Kongda bo'layotgan birinchisi namoyishchilarniki siyosiy faoliyatlarini cheklash, bu qonun orqali bularning faoliyatini cheklash, ikkinchisi chet el muxbirlari va chet eldagi kirgan tashkilotlarningki, organlarningki erkin bir demokratik holatda xizmat etib berishni cheklash. Bu orqali Hong Kongda tasaddibiy bir ahvollar, bir faoliyatlar, namoyishlarning davomli yuz bergan ahvol ostida bularni davlatningki xavfsizlik qonuniga xilof qildi degan modda bilan bu orqali Hong Kongni qattiq vosita bilan bostirish. Endi bunda so'rashimiz mumkin, Xitoy nima uchun bostirdi debchi? Çünkü ben bunu 3 sebepten deb analiz qildim, o'yladim, tushundim. Birinchisi, Hong Kong xalqi gerçi ko'pinchisi etnik alatda bir Xitoy qon sistemasini ko'tarib kelgan Xitoylar bo'lsa-mu, ammo bularningki siyosiy qimmat qarashi, bularningki kimligi o'zini hargiz Xitoy deb qaramaydi. Xitoy nimasi demaydi, aksincha bular o'zini Hong Konglik deb qaraydi. Chunki bularning ega bo'lgan siyosiy, iqtisodiy va alohida siyosiy bir ayındaki huquq sebebinden bularni bir Hong Konglik deydigan bir siyosiy kimligi var. Bu Xitoyninki bugungi kunda aşkari millatchilikni targ'ib qilayotgan bugungi ahvol ostida Hong Kong kimligi Xitoyninki bugün Xitoy targ'ib qilayotgan Xitoy kimligi uchun bu bir tahdid deb hisoblanadi. Ikkinchisi, Hong Kong xalqi uzundan buyon bahramon bo'lib kelayotgan siyosiy huquqiy erkinligi, diniy va matbuot erkinligi, so'zlash erkinligi, fikr erkinligi degandek bu nuqtalar Hong Kong xalqininki bu egayotgan bu alohidliklari, bu huquqlari Xitoy xalqininki dal Xitoy davlati Xitoy xalqiga ta'minlab berolmayotgan bir nuqta, bir narsa bo'lib, bu narsalarninki Xitoyninki bugungi kunda mustabid bir hokimiyatni davomlashtirayotgan, texmi qattiq bir aşkari ichki va tashqi siyosat yurgizayotgan vaqtida bu bir Xitoyninki siyosiy hokimiyat uchun bu bir tahdid deb hisoblaymiz. 3-nuqtaga kelgan chog'da Hong Kongninki siyosiy va qonuniy bu hokimiyati Xitoyninki hokimiyati uchun bu bir tahdid hisoblandi. Bu nuqtani aytgan chog'dami Hong Kongninki davomli turda bir demokratik sistem ostida kapitalistik iqtisodiy tuzumni bu yerda davomlashtirish, bu yerda davomli turda
davamlıq turda bu yerdə qilishi Xitoyniki qattiq mustabid hakimiyet üçün bir tehdit deb hisoblandı. Çünki Xitoy bugungi kunda o'zininki mustabid hakimiyetini dunyoga tashkil qilayotgan yangi dunyo sistemasiga Xitoycha davlat sistemasini targ'ib qilayotgan ahvolida bu Hong Kongni eng oldi bilan ko'ziga tikilgan mehni buni yo'qotish kerak. Shunga bu üç sebepten Xitoy Hong Kongda qattiq bir bastırış yoki bir bana tepib bu yerdagi o'zgarishlarni bu yerda o'zining manfaati uchun mos keladigan bir siyosiy, iqtisodiy va kimlik o'zgarishlarini olib bormoqchi. Endi buningda xalqarada masalan ba'zi ifodalar bo'linyotdi. Mayli Angliya bo'lsin, mayli Yevropa ittifoqi bo'lsin, Hong Kongda bir Xitoy qattiq bir bostirishlarni olib borgan ahvolida Xitoyga bir jazo yuzgirishining nimalari maslahatlar bo'linyotdi. Amerikami, kongressdami o'tgan yilning oxirida Hong Kong qonuni e'lon qilingan edi. Xitoy hozir tasaddiy Xitoy agarda bir Hong Kong xalqiga qattiq qo'lliq bilan bir bostirish harakati ilib borsa, Amerika albatta bu qonunga asosan Xitoyninki munosabatlik mas'ul xodimlarga va ba'zi shirkat organlarga bularga jazo yurgizish ehtimolligi bo'lishi mumkin. Şu sebepler tüpeyldin, işte bir özgürlükler kelishi mümkün. Hem de Şarkı Türkistanlık teşkilatlarımı bugünkü günde kızık tema buluvatkan Hong Kong meselesiga aralashışı bir musbat netice yartıdı deb qarayman. Çünkü bunu qo'llash bu hareketning nemisini xalqaro obrazini kuchlantirish qancha Hong Kongdagi harakat kuchlansa Xitoyninki mustabid hakimiyetiningki alışırışıga, acizleşişiga, gücünün xo'rishiga bir sebepçi bo'ldi. Bu sebepten Şarkı Türkistan teşkilatları muvafiq şekilde bo'layotgan hamkorliklarni, munosabatlarni Hong Kongdagi siyosiy hareketler bilan munosabatlarni chingaytirish, kuchaytirish va hamkorliklarni kuchaytirish orqali Xitoyga texmi bir zarba berishi muvafiq deb o'ylayman. Mening bugungi analizim ishada bo'ldi. Hammanglarning vaqtinglarni chiqarib anglag'aninglar uchun ko'p rahmat. Keyingi qatim programmada ko'rishaylik. Xayr, omon bo'ling.